Aziz hamkorlar va kuzatuvchilar, ko'pchilik menga Ersoq kompaniyasini kofelari ozdiradimi deb savol berishadi. Shuning uchun bugun Ersoq kompaniyasi kofilari haqida sizlarga to'liq ma'lumot bermoqchiman. Ersoq kompaniyasi qahvalaridagi qahva tabiiy qahva. Tabiiy qahva antioksidant, mingga yaqin antioksidant, jigarni tozalovchi, yurak kasalliklarini oldini oladi, rakni oldini oladi. Kofe ichgan insonlarda kamdan kam infarkt kasali bo'ladi. Agar infarktga uchragan taqdirda ham tezda shifo topish jarayonlari kuzatilgan. Ersoq kompaniyasi qahvalarida yana Gripreshi bor. Gripreshi bu qizil qo'ziqorin. Qizil qo'ziqorin diabetga qarshi, ya'ni sahr kasalliklariga qarshi yaxshi otyoqlarni, ya'ni organizmning yallig'lanishiga qarshi kurashadi. A vitaminozga va dermatit kasalidan keyin teri holatini yaxshilash xususiyatiga ega Gripreshimiz. Malinga o'simligini xususiyati siydik yo'llari kasalliklarida yordam beradi, davleniyani normallashtiradi, metabolizmni normaga keltiradi, immunitetni oshiradi, allergiya kasalliklariga yordam beradi, infeksiyaga qarshi va antioksidant hisoblanadi. Shu sababli Ersoq kompaniyasini qahvasini ichganlar organizm shlakdan tozalagani uchun, otyoqlarni olgani uchun, jigardagi yog'larni ketkizgani uchun ko'pchilik insonlarda vazn tashlash ko'rinadi va allergiya, davleniya, ko'pgina kasalliklardan qahvamiz yordam beradi va hamda insonni yoshartiruvchi va energiya beruvchi eng sevimli napitkalardan biri. Sizlarga ham hammanglarga tavsiya etaman.